Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü temimiz üzerine ait addi bir sual emdi. Yani prezent terbiyesinin vakti kaça? Bu alakalı hemimizge nispetten pek bir addi bilindiğin bir sual. Ben bunda bir noktasını ta'kidlemek cemiyeti bu sual arkalı. Prezent terbiyesinin bir dadı üçün, ya ki ana üçün, ata-ana üçün 24 saat vaktinin yani bildi olan her qanday vaqtda hayatning her bir varaq sahifalariga kadar tarqalib ketgan bir jarayon ekanligini samolaga solmoqchi. Chunki biz ba'zi vaqtda prezent terbiyasiga vaqtimizda darhol kallamizga shu bolalarning ustozlarni yaxshi o'qishi, maktabni yaxshi o'qishi, Qur'on savodini chiqarishi yoki maktabning darslarini yaxshi o'rganishi deganga o'xshash o'rganish xarakterli narsalar yoki ustozlarni ta'minlaydigan faoliyatlar kallamizga keldi. Ama bir parasetlik bir dadı üçün, yani bir parasetlik, pemlik bir dadı ve anı üçün, meyli öydeki, meyli bazadaki, sırttaki, biz akıl bilen, ötkürlük bilen küzetsek, yüz bergen her bir vaka, her bir işten şu akıl ilgisi boğan dadı yaki ana, derhal aşı balasıga terbiye elip baralaydıgan bir fursatni paydo qilalar ekan. Mesela deyli, bir bola maktabdan keldi. Maktabda bizning sinfda ikki adishim urushib qoldi. Shuni bilan hammamiz turib uyan ko'rdik desa, o bir oddiy bir gap hamda. Bu takrorlangan bir ish. Shunda bo'ldimi deb o'tib ketmaslik lozim. Buni bir fursat bilib, ikki bola urushib qolgan vaqtda qarab turganlarning mas'uliyatimi? Uni o'yin ko'rish kerakmi? Yoki mudofaa qilib ayirib etish kerakmi? Qanday qilish kerak degan narsa haqida qisqacha bir tarbiya beramiz amaliyotda. Bolamizni bozorga chiqqan vaqtimizda yo'lning yoqasida masalan bir tilamchini ko'rdik deyli, bir kichik bir bolasi bor, bir ana tilamchilik qilyapti. Balki ashuning o'zimi bizning bolamizga nisbatan yanchiqimizdagi pulni o'zimiz bergichi bolamizga tutqizib, "Bana sen berib kel" deyishimizning o'zimi balkim bir tarbiya bo'lishi mumkin. Masalan, hozirgi eng chong misolning biri, masalan, bolalarımizga hozir Falastinda mush ishni bo'layotdi. Har kuni biz oladigan darslar chiqyapti. Masalan, biz bir aqlli ota-ona mush voqeadan foydalanib turib bolalarga qanday tarbiya qila olishi mumkin. Masalan, biz atiyani kechki uyda bolalarımizga aqida, e'tiqoddan sözleyimiz ama hiç biz kütken bir ünümlü körenmegende ki his kılımız üzümüzde. Yani bana şunda vakitte şu Palestin'deki buluvatkan şu küreş, anadaki şu yerdeki Palestin'deki fuqaralarının, Müslümanlarının, ata anılarının şu musibetle içindeki ifadeligen inkası, şunu tutkan pozisyisi, gep sözlerden biz ballarımızga nemeni gösterişimiz mümkün. Mesela biz balımızga o'xshash bizning bolamizning masalan maktabdagi saboqdoshligi o'xshash. Ajab biz bu Turkiyada yashab bir telefon ololmadik deb noyatda qaqshab ketishi mumkin, o'xshash. O hissiyat bizning bolalarimizning kuchidir, yo'qidir. Shunda ish pishib ketgan vaqtda shu yerdagi kishilarning noyat ig'ir bir musibat ichidami tura olgan tamkinligining iymondan kelganligini sharhlay olsak. Ya'ni shu o'zimizning hayotini yoki bolalarimizdagi o'zgarishlarni bu iman aqideden sırtqı partlap çıkan inkaslı arkalık seliştirip tushuntirsak, biz bolamizga bu noktada ait yaxshi tarbiya qila olishimiz mumkin. Xuddi shunga o'xshash biz kuzatsakla bolalarimizga har bir voqeada, har bir ishda shu masalaga qanday pozitsiya tutish kerak, qanday qilish kerak, nima deyish kerak degan masalalarni shu vaqtning o'zida bir hisobda hayotdagi shu hamma fursatni noyat ustalik bilan bolalarni tarbiyalaydigan yaxshi bir so'ringa aylantira oladi ekanmiz. Halbuki biz nurg'un masalalarga unda bir yuksaklikda, inchkilikda diqqat qilmag'achqa, amaliyotda shu bolalarimizga tarbiya qila oladigan, qilib oladigan nurg'un oltin fursatlarni biz qochirib qo'yamiz. Bu misollarni alsak hayatda menimcha ko'p uchraydi bu. Bayam deganimizga o'xshash. Balki bozorga chiqsak bir masala yuz berdi yoki bola o'zi bir narsani so'zlab keladi yoki o'zi bir ishga duch keladi, masalan, pulusi yo'qolib ketadi deydi.
Biz etken onunla manç pul bersek bu pulusu yo'qolib ketdi. Ay içip şu qaqshab keldi. Şu nesbasit qarşılamısı bana kelemdi deyişi mümkün, qaqshab ketishi mümkün. Ben şu vaqtda bir adam pulusu yo'qolib ketsem de qanday muomala qilish lozim? Belki kichik vaqtida shu pulusi yo'qolib ketishga to'g'ri muomala qilishni o'rgangan bir bola, balkim cho'ng bo'lgandan keyin uningdan cho'ngroq bir ziyon uchragan vaqtda qanday muomala qilishni o'rganib olishi mumkin shuni. Yoki imtihonda bir o'ngsizlik uchradi. Hatto nihoyatda yaxshi natija oldi. Deyli, o'sha har bir voqeadan qanday dars chiqarishimiz lozim degan narsa o'sha ota-onaning o'sha ditiga, pamparasiga bek bog'liq ekan. Buning uchun u ota-onaning nihoyatda jiq ma'lumotli bo'lishi, bek ko'p kitob o'qib ketishi yoki bek bilimli bo'lib ketishi ma'jizsiz bo'lishi mumkin. Albatta, bilim qancha jiq bo'lsa jiq asqatadi, unda masala yo'q. Ammo normal bir paraset egisi, bir aqida egisi bo'lgan bir ona dadaga nisbatan mana mushu xil fursat voqealarni darhol bir dars maydoniga aylantirish uchun bir o'tkirlik, bir sezgurlik ketadi ekan. Agar diqqat qilmasak, amaliyotda mushu bir naqsh ustidagi tarbiya, ma'lum bir voqeaga bog'langan tarbiya va nasihatlar, bizning kitobni eshib qo'yib o'ltirib, ularga kitap o'qitish xarakterlik ügetken derslerimizden mi neticesi canlılık ve ulanın ruhiga, kalbiga ta'sir qiladigan bir terbiye bo'lishi mumkin. Şu prezent terbiyesi mening bunday bir nuqtaga bir kitap o'qigan vaqtda bir gapga ta'sir qilgandi. Ana shu parasetlik ata-ona bo'lish deydigan bir gap. Men shu bilimlik demaydi deb o'yladim shu vaqt. Buna qarasam, dil ashunday nuqtani ta'kidlaydi. Bir dada ve ana her vakit o'tkirligini yo'qotmasa, balasiga nisbatan qaysi ishdan qanday dars chiqarishni bilalisa, o vaqtda birisi hayotni ma'nilik o'tadi. İkincisi balalarimizni odam bo'lish nuqtasidan bo'lib, adab, axloq, bu diniy aqidani ularning hayoti va axloqiga aylantirish jihatda mana shu naq maydondagi yuz bergan masalalarga bog'lab turib qilingan terbiye nasihatlarning alohida unumlik bo'lganligini ko'ramiz. Yana biz buni bir tarafdan Peygamber Aleyhisselam'ın hayata qaraydigan bo'lsak, Peygamberimizning bir ilahiy terbiye metodining dal mush ekanligini ko'ramiz. Biz bilamiz, albatta biz hozir sinf qilib dars o'qitish xato demoqchi emas-ku. Endi Peygamberimizning sahobalarni tarbiyalagan vaqtda ko'p chaqlarda ma'lum bir ish ustida, ma'lum bir voqea yuz bergan vaqtda, masalan, nurg'un hadislarni qarasak, ma'lum bir arq ko'rinishi bor. Hatto oyatlarning sababi bor. Nurg'un hadislarning arq ko'rinishi bor. Bir voqealik bor. Masalan, Xandak g'azotida desak bir gap so'zli bor. Uhud g'azotida, Hudaybiya sulhida yoki nimada Makkada masalan shu aziyat duch kelgan ig'ir mezgillarda shularning hammasida shu naq maydonda yuz bergan voqealarga asosan qilingan tarbiyaning naqadar jonliq bo'lganligini va buning shu biz mangu ugundigan shu sahobalardan iborat shu avlodni yaratganligini ko'ramiz. Men mushuningga bog'lamoqchiman. Dal mushuningdan kelgan metod bu. Bizmi dal hem bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan agar biz mushu ilohiy metodni oilamizda, hayotimizda tatbiqlay olsak, shunda bolamizning hayotida yuz bergan her qanday cho'ng kichik ishdan bir dars chiqara oladigan bir odatga ega bo'lgan vaqtimizda bizning farzand tarbiyamiz menimcha hem osonlashadi, hem bek unumli bo'ldi deb o'ylayman. Şu Allah hammamizni hayotimizning her daqiqa va sahifasida İslamga amal qila oladigan ve balalarimizni tarbiyalagan vaqtda shu her bir fursat paytlarni qimmatga ega qila oladigan bir basiratga va aqlga Allah ega qilsin.